Bugun butun yurtimiz bo'ylab, hatto eng olis va chekka hududlarda ham obod ko'cha, obod xonadon, obod mahalla mezonlarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamdagi bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Og'ir hududlarda esa maxsus yo'l xaritalar ishlab chiqilib, u yerdagi muammolar bartaraf etilyapti. Biz ayni damda Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridamiz. Bu yerdagi Farovonlik mahallasi aynan mana shunday og'ir hududlardan edi. Ammo bugun bu mahallani umuman tanib bo'lmaydi. Uning qiyofasi tubdan o'zgardi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning bunyodkorlari yangiyo'lliklarning o'zlaridir. Yangiyo'l shahriga kiraverishdagi Farovon mahallasi 1978-yili tashkil etilgan. Undagi ko'p qavatli uy-joylar, uy atrofidagi maydonchalar, yo'llar bugungi kunimizgacha biror marta ta'mir ko'rmagan. Aholi o'ziga tegishli bo'lgan joyni imkon topganicha shikast joylarini to'g'irlagan. Joriy yil noyabr oyida mahallaning bag'riga shamol tegdi. Katta ko'lamdagi ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari boshlandi. Dekabr oyining o'rtasi mahallaga yangi ruh va fayz kirib kelgan. Ammo obodonlashtirish ishlari hali davom etayotganini ko'rdik. Hozirgi kunda obod mahalla, obod ko'cha olib borilmoqda. Biz prezidentimizdan juda ham minnatdormiz. 1,5 oy davomida mahalladagi 15 ta ko'p qavatli uyning fasad qismlari va podyezdlar qayta ta'mirlandi. 3 kilometr masofada yangi to'siqlar o'rnatildi. 2,5 ming tub daraxt ko'chati ekildi. 6 kilometrda ko'chatlarni sug'orish tizimi barpo qilindi va betonlash ishlari amalga oshirildi. Qarang, mana ko'zingiz yashnaydi, hamma yoqda chiroyli bezaklar, massivimiz gurkiradi desak, xato qilmagan bo'lamiz agar. Bu massivimiz 75-yil binoga kelgan. Unda biz juda ham yosh bola edik, 14 yoshda edim. Undan oldin bu joy paxta dala bo'lgan. Mana shu yerlarda biz ham shu yerda ekan. Shu yerda, men shu yerda tug'ilganman. Hozirgi paytda 65 ga kirdim. Mana shu yerda ketman ko'tarib katta bo'lganmiz desam xato qilmayman singlim. Birinchi mana shu massivimiz qurilganda juda ham xursand bo'lib ketganmiz. Bizning mahallaga ham domla qurilar ekan deb fuqarolarimiz juda ham xursand. Mana shunday chiroyli joylarda yashayotganlaridan, mana shunday obod mahallada yashayotganlaridan juda ham xursandlar. Birinchidan shunday chiroyli massiv qilib berganlarga, ikkinchidan nuroniylarga ham nazar tashlaganlariga men yurtboshimizga mingdan ming rahmat aytaman. Bahor fasli kelsa, ko'ryapsiz, daraxtlarga tayyorlab qo'yganmiz hamma joylarni. Xudo xolasa ko'kalamzorga aylantiramiz. Har bitta domlani oldi bolalar maydonchasi bo'ladi. Daraxtlarni tagida. Salim opa, bar odam o'zi yashagan joyini obod, go'zal bo'lsa, odamning kayfiyati ham albatta bir g'urur ham bo'ladi-da. Hamma narsa mahalladan boshlanadi, tug'ilib o'sgan yeringdan boshlanadi deb bejiz aytishmaydi. Shunday emas. Mana davlatimiz rahbari shunchalik bir e'tibor qaratib, yurtimizdagi eng chekka hududlar ham bugungi kunda mana shunday bir obod joylarga aylanyapti. Ko'ryapmiz. Ilgari baribir oldinlaricha bunaqa darajada bo'lmagan, bir tashlandi holdagi mahallalarimiz juda ko'p bo'lgani. Bunda fikringiz qanaqa? Men birinchidan yurtboshimizga juda ham katta rahmat aytgan bo'lardim. Hozir siz aytgandek
shu O'zbekistonni chekka joylarini ham borib, odamlarning sharoitini o'rganayotganlariga juda ham kirib boryaptilar. Juda ham men televizor ko'rib o'tirganda ham har bitta selektorlarni ham ko'rib boraman, eshitib boraman. Juda ham yaxshi farmonlar, qonunlar chiqaryaptilar. O'sha chekka-chekkadagi qishloqlarni ham obod qilyaptilar. Mana borib qo'llari tekkan joy hamma yoq obod bo'lib ketyapti. Birinchidan bizning O'zbekistonimizga Allohning nazari tushgan. Keyin bizning prezidentimizga ham nazar tushgan deb hisoblayman men. Mana shunaqa ishlarni ko'rib, biz juda xursand bo'ldik. Haqiqatan bizga yetib keldi bu narsa. Biz haqiqatan chetda qolib ketmadik deb aholi juda xursand bo'ldi. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, endi parkovkalar qilishdi, besedkalar qilishdi, bolalarga o'ynaydigan joylar hammasi bo'lyapti. Qilsa bo'lar ekan. Mana qilsa bo'larkan-ku. Ajdodlarimiz cho'lni bo'stonga aylantirgan. Bunyodkorlik bizni qonimizda bor. Mahallaning ichki yo'llari ta'mirlandi, ko'chat ekildi, o'ziga xos landshaft yaratildi. Bir so'z bilan aytganda, mahallaga fayz kirdi. Farovon mana endi nomiga munosib bo'lib borayapti. 2018-yil prezidentimiz Yangiyo'l shahriga tashrif buyurganlarida ancha qiynalgan oilalar uyli joyli bo'ldi. Shularning qatorida men ham o'zim ham 2 farzandim bilan bir xonali uyda o'tirardim. Uyli bo'ldim, joyli bo'ldim. Juda ham chiroyli uylar qurib berishdi, yaxshi yashayapmiz. Endi hozir yonimizdagi Farovon mahalla haqiqatan boshida kelganimizda juda ham ko'rimsiz, bir tashlandiq joylarga o'xshardi. Yangi domlarning oldida eski domlar boshqacha ko'rinardi. Endi hozir mana 1 oy, 1,5 oy ichida yangi uylardan ham a'loga o'xshab chiroyli o'zgarishlar bo'ldi. Obodon ishlari olib borilyapti, daraxtlar ekilyapti, gullar ekilyapti. Mana mahallani raislarga yangi binolar qurib beryapti xalqqa xizmatini qilish uchun. Men o'ylayman, yaxshi tarafga o'zgardi deb o'ylayman. Hamma xalq xursand. Shu yerda necha yildan beri 50 yilmi, 40 yilmi yashagan fuqarolar ham xursand. O'zgarishlar katta bo'lyapti. Mahallada 4 ta sport maydonchasi, bolalar uchun 6 ta o'yingoh qurildi. Har bir podyezd eshigi yonida bitta. Hammasi bo'lib 148 ta e'lonlar va ma'lumotlar peshtaxtasi o'rnatildi. 15 ta ko'p qavatli uy to'liq kapitalni ta'mirlandi. Yerto'la qismlari, tom qismlari, kirish yo'laklarini zamonaviy bordyorlarigacha alishtirilib, zamonaviy paliflar qo'yildi. Maqsadimiz yashil makon. Yashil makon qilib hammasini obod qilishda 100% kapitalni ta'mir bo'ldi. Yoritgichlar almashtirildimi, uzun simlari bo'ladi. 50 yillik salkam uylar, ko'p qavatli uylar deyilyapti-da, biroz eskirgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Hammasi zamonaviyga alishtirildi. Ko'cha kabellarimiz ham set yopiq kabellarga alishtirildi. Podyezdli chiroqlarimiz ham zamonaviylarga alishtirildi. Yerto'la boya aytganimdek yanada podval qismlarimiz ham 100% hammasi yengilariga alishtirildi. Ta'mirlandi. Mana shu qurilgandan buyon bu yerda hech qanday bir kapital ta'mirlash ishlari bo'lmagan ekan umuman. Bu yerda qanaqa bunaqa 100% kapitalni ta'mirlanmagan. Ko'chalarimiz ham hammasi asfalt bo'lib, hammasidan boshqatda yangilandi hammasi. Xalqning kayfiyati qanaqa? Odamlar bilan birga ishlaysizlar? Odamlarimiz masalan Yangiyo'l shahrida 22 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 22 ta mahallaning ichida hozir bu eng namunali mahalla. O'shanda birinchilardan qurilgan bo'lsa, birinchilar. O'shalarni eshitib, shu yerda yashayotganlar juda xursand. Aholi yaxshi kayfiyatda. Endi bu qishda bo'layotgan ishlarda nasibga bahor kelganda yana qanaqangi bir davomli ishlar bor? Davomli ishlarimiz yashil makon. Qolgan hamma ishlarimizni qilib bo'ldik. Yashil makon, daraxtlar yanada boshqatdan daraxtlarni ekib, joylarimiz bor. Yashil makon uylar, gullar, uylarning oldida gullar ekishda, mana kirish yo'laklarini hammasiga gullar ekib chiqamiz. Kitobxonlarga qulaylik yaratish maqsadida mahallaning har bir ko'p qavatli uyi yonida mana shunaqangi kichik kutubxonalar barpo etildi. Mobil skaner orqali qanday adabiyotlar borligini bilib olasiz. Kitobni esa mas'ulga qo'ng'iroq qilib olaverasiz. Masala hal. G'oya yaxshi o'ylab topilgan, muhimi qulay. Bu o'zgarishlarga yoshlarimiz ham baralla labbay deb hamohang holatda hasharlarda faol qatnashmoqda. O'sha mana ko'p qavatli uylarimizni fasad qismlarini bezashda o'zlarining takliflari, tashabbuslari bilan turli xil mana manzarali yangi O'zbekiston g'oyalari, o'zlarining fikrlari urug'langan rasmlarni chizishga, ularga tanlashga yordamlashmoqda. Buni o'zi ham yoshlarimiz
yangi O'zbekistonning nafasini o'zlari yashayotgan hududda sezayotganligini yorqin namunasida bemalol aytishim mumkin. Yana bir narsaga alohida urg'u bermoqchiman. Bugun Farovon mahallasida nafaqat aholi yashashi uchun sharoitlar yaratilmoqda, balkim yoshlarni yangi O'zbekiston g'oyasiga mos holatda yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek ilm fanga o'zini yoshligini baxshida etayotgan haqiqiy yangi O'zbekiston yoshlari bo'lishiga barcha sharoitlar yetarli. Bemalol sanashim mumkin, bugun Farovon mahallasi mana shu o'zgarishlar natijasida har bir ko'p qavatli uylarning qarshisida kichik kutubxonalar tashkil etilib, bu kutubxonalarga shahar hokimligi, yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlarimiz uchun dolzarb bo'lib turgan masalalarga oid kitoblar joylashtirib chiqilmoqda. Bu bittasi. Ikkinchisida bemalol aytishimiz mumkin, ko'rgan bo'lsangiz, kirish qismi, har bir ko'p qavatli uyning yo'lagi, fasad qismi hammasiga O'zbekiston tarixida, milliy davlatchiligimiz tarixida, umuman ilm fan namoyandalari, shoir, yozuvchilarning ibratli so'zlari, ularning o'sha yoshlar, bugungi yoshlarni muammosiga javob bo'la oladigan motivatsion gaplari peshtaxtalarga yopishtirib chiqilyapti. Buni o'ziyoq mahalladagi ruhiy muhitni, yoshlar o'rtasida bo'layotgan bugungi kundagi ruhiy bo'shliqlarni to'ldirish uchun juda katta xizmat qiladi. Fuqarolarimiz avvalo mana bitta narsani bemalol ayta olamiz. O'zim ham shu shahar, shu mahallaning fuqarosi sifatida yangi O'zbekiston nafasi bugungi kunda yetib bormagan tuman, shahar, viloyat qolgani yo'q. Bugun Farovon mahallasiga ana o'sha yangi O'zbekiston nafasi yana bir bor kuchliroq bir nima deydi, bemalol kirib keldi deb aytsak bo'ladi va aholimizning kayfiyati har doim mamnun bo'lgan. Bugun esa 2 barobar mamnun, sababki o'zlarining hayotida o'sha oynai jahon orqali ko'rilayotgan islohotlar, misol uchun o'sha televideniya orqali bo'layotgan o'zgarishlarni namunalari bugun o'zimizning hayotimizda, real hayotimizga kirib keldi. Va aholimizda shunaqa fikrlar mana ichida yuribmiz, ko'ryapmiz, eshityapmiz. Aholimizda shunday narsa borki, milliyligimizdan kelib chiqib aytishadiki, eng avvalo bu islohotlarga xalqning javobi bitta bo'lishi kerak, ya'ni shukronalik. Shukronalik bo'lsa, keyin qolgan narsa davom etadi. Agarki deyapti mana ko'p nuroniylarimiz, yoshlarimizda sezamiz, shukronalik bo'lmasa qadrlash bo'lmaydi. Qadrlash bo'lmasa asrash bo'lmaydi va yana eski holatiga qaytib qoladi. Muhtaram prezidentimizni bizga berayotgan imkoniyatlarida eng katta javobimiz u kishining oqilona siyosatlari. Baralla aytyaptilar, misol Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-sessiyasida qayta ta'kidladilar va bu loyihani, bu tashabbusni ilgari surgan, o'sha nutq so'zlagan yagona davlat rahbari bo'ldilar deb bemalol aytsak bo'ladi. Nima dedilar? Dunyoda deyaptilar, global o'zgarishda nafaqat yosh o'sha siyosatchilar, boshqa davlatlar, balki yoshlarning o'rnini topishi kerak. Ya'ni bugungi kundagi yoshlar tinchlikka kattalardan ham ko'proq mas'ul bo'lishi kerak. Shunda kelajak yanada go'zalroq bo'ladi deb aytdilar va dunyo yoshlarining tinchlik harakatini yarataylik va bu poytaxt sifatida Toshkentni tanlaylik. Ya'ni shtab kvartirasini Toshkentda ochishga biz rozimiz deb aytdilar. Shuni o'ziyoq yangi O'zbekistonda nafaqat qurilish o'zgarish, balkim eng katta imkoniyat yoshlar uchun bo'layotganini yaqqol namoyandasi bo'lishi kerak deb bemalol ayta olamiz. Farovon mahalla fuqarolar yig'ini binosi ham yangitdan qurildi. Yangi bino mahalla aholisi uchun yanada qulay va shinam sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Hamma jihat bo'lib bir yoqadan bosh chiqarib, mana hozir o'zingiz ko'rib turibsizlar, hamma yog'imiz boshqa qiyofaga aylanib, aholimiz, xalqimiz xursand, minnatdor, yurtboshimizga 7 yilni tashkil qilib berganiga ming rahmat. 1 milliard davlat tomonidan mablag' ajratilib, qolganlari tashkilotlari hisobidan bajarildi bu ishlar. Ayollarimiz faol ishtirok etishyapti. Hammasi tozalash ishlarida, obodonlashtirish ishlarida har tomonlama ko'mak berib, yordam berib, o'z hissalarini qo'shib kelmoqda. Mahallamizda mana shu xatlov jarayonida ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarimiz aniqlangan. Shulardan 120 nafari ayollar daftariga kiritilib, ularga toifalarga qarab, ehtiyojiga qarab ko'maklar ko'rsatilgan. Shundan psixologik, huquqiy ko'maklar, bandligini ta'minlashda, kasbga o'qitilishda moddiy ko'maklar ko'rsatilgan. Hozirda ayollarimiz bo'layotgan ishlardan juda ham minnatdor. Hammada xursandchilik, chiroyli, a'lo kayfiyatda yurishibdi. Mana bolajonlarimiz uchun ham chiroyli mana o'yingohlar, hamma joyimiz obod bo'lganidan xursand ayollarimiz. Yangilanib borayotgan mahallaning bolalar bog'chasi ham e'tibordan chetda qolmadi. Ta'lim muassasasi hududi ham obodonlashtirildi. Xullas, kelajak avlod uchun munosib va shinam muhiti yaratildi. Bugun Yangiyo'l shahrida 21 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek Farovon mahallasi yangicha qiyofa kashf etilgandek bugun o'zini qaddi bastini ko'rsatib turibdi. Biz juda ham xursandmiz. Qarangki, shu mahallada joylashgan bizning 13-maktabgacha ta'lim tashkilotida ham o'zgarishlar bo'ldi. Albatta,
hozirgi kunda e'tibor bersangiz, bog'chani yonbosh tarafida juda ham chiroyli sport maydonchasi qad rostladi. Bu sport maydoncha, futbol maydonchasida bizni bog'chamizda ta'lim tarbiya olayotgan bolajonlarimiz endi bemalol futbol bilan shug'ullanib, o'zlarining salomatligini mustahkamlashi mumkin. Bog'chamiz 360 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugun qariyb 390 nafar bola bu bog'chada tarbiya olmoqda. Yana ham yaxshi imkoniyatlar yaratilayotganligidan xursandmiz. Bu yerda qurilgan barcha ko'p qavatli uylar qariyb 40 yillar oldin qurilgan bo'lib, allaqachon nurab, o'zini husnini yo'qotib qo'ygan, go'yoki kirganingizda ko'rinishlaridan kayfiyatingiz buziladigan holatlar ham bo'lgan, lekin bugun kirishingizdan boshlab o'sha fuqarolarga yaratilgan sharoitlar, yashil maydonlar, ko'kalamzorlashtirilgan hududlar, landshaftlar, eng yoqimli tomoni men uchun masalan yoqimli tomoni kitob o'qish uchun imkoniyat, ko'chma kutubxonalarni tashkil etilganligi juda quvonarli. Bemalol skameykalarda o'tirib, o'sha soyabonlar ostida o'tirib, salqin suv chiqib turadi, bemalol sug'oriladigan maydonlar tashkil qilindi. Xullas aholiga juda ham chiroyli imkoniyat yaratildi. Bu quvonarli. Bugun prezidentimizni ana shu har bitta shahar tumanda namunali hududlar bo'lishi kerak degan takliflarini yangi yo'lliklar qo'llab-quvvatlayotganligi juda ham quvonarli. Kuni kecha Farovon mahallada quvonchli voqea bo'ldi. Ta'mirlash, obodonlashtirish ishlari yakuniga yetgach, xalq bayram qildi. Yangicha qiyofa kasb etgan mahalla aholisi bugungi kunidan mamnun. To'g'rida, yashash joyi qanchalik obod, ozoda, ko'rkam bo'lsa, mahalladagilarning birdamligi, faolligi, farovonligi oshishi bor gap.